Salom, bu yana men. Bugun doimgidek salomlashmayman, chunki bu son g'ayrioddiy. Hozirgi vaziyat ham g'ayrioddiy, shunday emasmi? 2 oy oldin yana bir yangi vaziyat sodir bo'ldi. Men videoni bir qurol haqidagi hikoyadan boshlamoqchiman. Jahon urushlari paytida joriy qilingan g'ayrioddiy qurol. Bu yerda amerikaliklar uni zavodda muhrlamoqdilar. Bu yerda inglizlar uni samolyotga yuklamoqdilar, ammo nemislarga uni yetkazib berish uchun bomba ham kerak emas. Ular uni qo'llar bilan samolyotdan tashlashadi. Bu qurol tashviqot, ya'ni propagandadir. Ruslarga tarqatilgan varaqlarda aytilishicha, Stalinning o'g'li taslim bo'lgan va o'zi Samaraga qochib ketgan. Amerikaliklarga esa frontdagi oddiy yigit va uni kutmay o'zini boshlig'iga topshirgan qiz haqida hikoya qilinadi. Ma'no tushunarli, taslim bo'ling yoki uyga keting. Birgina Germaniya 5 milliardlab varaqqa chiqargan. Mana bu Kinder surprizdek varaqalar bilan to'ldirilgan haqiqiy snaryad. Kamroq video chiqara boshlaganimizni sezgandirsiz. Ha, biz nimalar bo'layotganini kuzatish uchun tanaffus qildik va bir narsani payqadik. Jamiyatimiz 3 lagerga bo'linganga o'xshaydi. Birinchisi qo'llab-quvvatlash batalyoni, ikkinchisi qarshilik batalyoni, uchinchisi neytrallik batalyoni. Endi savol tug'iladi. Sukutni rozilik belgisi deb hisoblash mumkinmi? Yo'q. Agar o'zingizda jasorat topa olmasangiz yoki senzura bilan cheklangan bo'lsangiz, jamiyatga yordam berishingiz mumkin, ammo boshqa yo'l bilan. Propaganda ishlatadigan tezislarni farqlash yo'li bilan. Agar kamida bitta odamning ko'zini ochsangiz, unda siz befarq qolmaysiz. Va biz bu borada sizga yordam beramiz. Hozir siz qanday qilib dushmanni haqiqiy iblis qilib ko'rsatish mumkin? Nega bizning qadriyatlarimiz u qadar ham an'anaviy emas? Propaganda qanday qilib yangi tilni yaratadi? Nega ikkita stuldan birini tanlashga majburmiz? Nega doim ko'pchilikning fikriga qo'shilamiz? Siyosiy shoulardagi xorijiy ekspertlar kim o'zi? Qanday qilib propaganda hiyla nayranglarini sezish va uning ilgagiga tushmaslik mumkin kabi savollarga javob topasiz. Odamlarni o'z pozitsiyasiga ishontirish uchun faktlardan foydalaniladi. Ammo faktlar bunga qarshi bo'lsa-chi? U holda propaganda yordamiga keladi. Bu so'z ko'pchilik Yevropa tillarida bir xil. U e'tiqodni targ'ib qilish yoki propaganda jamoat tashkiloti nomidan kelib chiqqan. 20-asrgacha propaganda diniy e'tiqodning tarqalishini anglatardi. Ya'ni missionerlar mahalliy aholi oldiga kelib, farzandlaringizni noto'g'ri tarbiyalab, Xudoga noto'g'ri iltijo qilyapsizlar, buning uchun do'zaxda kuyasiz. Mana bu haq yo'l deyishgan. O'sha paytda ham kitob va varaqalar propagandaning asosiy vositasi bo'lgan. Martin Luther Yevropaning yarmini protestantga aylantirib, katolik cherkovini parchalab tashlaydi. Ya'ni odamlar bir narsaga ommaviy ravishda ishonishar edi va keyin birdaniga boshqa narsaga ommaviy ravishda ishona boshladilar. Birinchi jahon urushida askarlarning aniq mafkurasiz urushga borishi ma'lum bo'ladi va siyosatda propagandadan foydalana boshlanadi. Ushbu urushda Germaniya mag'lubiyatga uchraganidan so'ng Gitler nemis askarlarining ruhini tushirgan narsa dushman propagandasi bo'lgan degan xulosaga keladi. Demak, bunga qarshi turish kerak edi. Va ular qarshi turdilar. O'shandan beri inson aqli uchun kurash boshlandi. Garchi o'sha paytda odamlar yangi neft deb atalmagan bo'lsalar-da, odamlarsiz hech qanday siyosiy rejimni qurish mumkin emasligi ayon bo'ldi. Radio ko'plab uylarda paydo bo'la boshladi. Fashistlar Germaniyasi va fashistlik Italiya propaganda asosida o'sdi. AQSh, Sovet ittifoqi va Xitoy propagandaga to'la. G'oyaga ko'r-ko'rona ishonch, jahon urushlari, fashizm, Holokost va qatag'onlarga olib keldi. Odamlar shunchaki propagandaning qanday naringlariga duch kelganlarini tushunmagan va qarmoqqa ilinib qolishgan. Men ularning xatolarini biz ham takrorlashimizni xohlamayman. Shuning uchun bu usullarni nomlari bilan sanab o'tish vaqti keldi. Darhol aytmoqchimanki, ularning minglab turlari bor, lekin biz eng asosiylariga to'xtalamiz. Ajratish va ziddiyat. Propaganda dunyoni oq va qora, yaxshi va yomon, do'st va dushmanga ajratadi. Haqiqiy qadriyatlarga ega bo'lganlar albatta g'alaba qozonishlari kerak. Zolim qadriyatlarga ega yovuzlar esa yutqazishlari lozim. Bu yerda Xitoy propagandasi kapitalizm davrida boylar hamma narsani o'zlariga olib, o'z xizmatkorlariga itga tashlagandek qilib berishlari naqadar dahshatli ekanini ko'rsatadi. Bu yerda Amerikada sotsializm davridagi yopiq zavodlarni chizishgan. Ular avtomatlar bilan qo'riqlanadi va oddiy ishchilarga halol pul ishlashga ruxsat berilmaydi. Mana kapitalizm davrida iste'dodli odamlar ko'chada o'z yo'lini topishga majbur bo'lganini, sotsializmda esa davlat uni har tomonlama qo'llab-quvvatlayotganini ko'rsatadigan Sovet plakati
muvaffaqiyati. Har qanday hukumat o'zini yaxshilab boshqa tuzumlarni yomonlaydi. Endi Dmitriy Kiselyevning nutqini eshitaylik. Bizning o'z qo'shig'imiz bor. Agar g'arb ahmoqlariga qarasangiz, Rossiya bugungi kunda o'ziga xos oddiylik orolidir. Mamlakatimiz o'z an'anaviy madaniyatidan voz kechish yo'liga o'tgan G'arbiy Amerika va Yevropaning jinniliklariga, gey paradlar va jinsiy o'zgarishlarga bo'lgan ishtiyoq, Ukrainada natsizmning tiklanishiga bo'lgan beparvolikdan tortib, asoschi ajdodlar yodgorliklarining buzilishigacha bo'lgan loqaydlikka bormaydi. Biz boshqachamiz. Biz va ular o'rtasidagi ajralish ish beradi, chunki bizning miyamiz kuchini tejaydi. Xaos va jaholat katta hajmdagi ma'lumotlar dunyosida biz qandaydir tarzda yashab qolishimiz, adashib qolmasligimiz kerak. Qo'shni davlatning barcha ijtimoiy tuzilmalari haqida hech kim bilmaydi. Har bir amerikalikni shaxsan hech kim tanimaydi. Insoniyatning butun tarixini hech kim bilmaydi. Propaganda kim o'zimizniki, kim begona, kim tarixiy birodar, kim tarixiy dushman ekanini hal qilganda esa u bizning energiyamizni tejaydi. Va biz buni tahlilga vaqt sarflab o'tirmay qabul qilamiz. Esingizda bo'lsin, hech qanday propaganda o'zini bosqinchi deb atamaydi. Dushman tasviri har tomonlama simmetrikdir. Bu esa propaganda va uning tamoyillarini mukammal tasvirlaydi. Ularniki vahshiy cho'l, bizniki esa muqaddas zamin. Ularning rahbari xoin, zolim, bizda esa muqaddas yo'lboshchi. Ularning e'tiqodi ibtidoiy, bizda esa buyuk e'tiqod va an'analar. Ular zolim bosqinchilar, biz esa mard qahramonlar. Ammo propagandani olib tashlasak, hamma yer va barcha odamlar bir xil. Do'stlar va dushmanlarga bo'linish ko'p yillar davomida takrorlanib keladi va dushman qiyofasini mustahkamlash uchun har safar ular ko'proq va ko'proq shaytonlashtiriladi. Insoniylikdan mahrum sifatida tasvirlanadi. Mana Birinchi jahon urushi davridagi bir varaqa nemis maymun qo'lida erkinlik ramzi bo'lgan ayol haykalini ushlab Amerika qirg'oqlari bo'ylab sayr qilmoqda. Bu sodir bo'lishini xohlamaymiz, shunday emasmi? Unda tezda urushga ko'ngilli bo'ling. Bu esa Kaiser Wilhelm, Germaniya imperatori, bizning rassom Rerix uni haqiqiy shayton va insoniyatning dushmani sifatida tasvirlagan. Nima uchun bunday qilinadi deysizmi? Odatda odamlarni o'ldirish mumkin emas. Bu barcha madaniyat va dinlarda tabu hisoblanadi. Ammo agar dushman shunchalik dahshatli bo'lsa, unda unga qarshi zo'ravonlik qilish mumkin va hatto ba'zan kerak ham. Siz o'zingizni natsistlardek tutyapsiz va natsistlar kabi adabingizni yeysiz. U bilan muzokara qilish imkonsiz edi. U faqat yo'q qilinishi kerak edi. Bu yerda ham xuddi shunday. Bu chegarani kesib o'tib terrorchilik harakati yo'liga kirgan har qanday davlatning mavjud bo'lishiga haqqi yo'q. Biz odam emas, mavjudotlar bilan muomala qilyapmiz. Ular uchun insoniylik so'zi mavjud emas. Shuning uchun ular bilan quturgan itlar bilan qilingandek muomala qilamiz. Bu odamlar qilgan ishlardan keyin yer yuzida yashashga menimcha loyiq emas. Stereotiplar, ya'ni voqelikning soddalashtirilgan sxematik ko'rinishlari dushmanni qoralashda propagandaga katta yordam beradi. Stereotiplar va noto'g'ri qarashlar atlasi kitobida mamlakatlardagi asosiy markalar mavjud. Mana amerikaliklar nazarida Yevropa, Rossiya kommunistlari, Germaniya porno yetkazib beruvchilari, fransuzlar esa badbo'y hid taratadi va bu yerda Yevropa rus shovinistlari, ya'ni begonalarga qarshi bo'lganlar nazarida Turkiya turistik mustamlaka, Ukrainada tartibsizliklar avjida, Italiya savdo markazi va Germaniya ashaddiy natsistlar vatani. Propaganda ham xuddi shunday ishlaydi. Sizdan ma'lum bir kayfiyatni uyg'otish uchun umumiy qarashlar singdiriladi. Ukraina xalqining muhim qismi, albatta hammasi emas va umid qilamanki hatto ko'pchiligi ham emas, balki katta qismi natsizm jinniligi tuzog'ida. Ushbu usulning maqsadi hammaga bir xil fikrni uqtirish. Bu holatda nafratga sabab bo'ladigan yorqin tasvirni yaratishdir. Agar dushman fashist bo'lsa, nega u haqida yana nimadir deyish kerak? Etegingiz ularning bo'g'ziga tegmaguncha har qanday muzokaralar zaiflik sifatida qabul qilinadi. Natsistlar bilan kelishishning umuman foydasi yo'q. Tushundingizmi? Foydasi yo'q. Нацистская нынешняя Украина. Va bo'ldi. Bunday gapdan keyin endi dalillar keltirish, savollarga javob berishingiz shart emas. Shunchaki raqibingizning og'zini yopib qo'yishingiz va shu bilan birga eng muhim narsani tomoshabinni unga qarshi qilib qo'yishingiz mumkin. Qolgan ishini esa stress gormoni kortizol bajaradi. Eng mashhur antitopik roman 1984-yilda 2 daqiqalik nafrat vaqti bo'ladi. Bu vaqtda partiyaning barcha a'zolari partiya dushmanlari haqidagi filmni tomosha qilishga majbur qilinadi. Odamlar o'zlarining nafratlarini bildirish uchun qo'zg'aladilar. Inson o'zini nafrat bilan to'yintirishga yo'l qo'ysa, haqiqatda shunday bo'ladi. Ты понимаешь, с нациками, с фашистами, ебаными, буду с фашистами, нации, твари ебаные, я вас рвал на части,
Xalq fashizmdan qutulmoqchi. Yo itoat etasiz, yoki boshqa yo'l yo'q. Butun Ukrainani yer yuzidan yo'q qilib yuborish kerak. Nima uchun deysizmi? U nega kerak o'zi? Nemislar kabi natsistlar bizga hujum qilgan, xuddi shunday Amerika ham bostirib kiryapti. Tushunyapsizmi? Qanday qilib ajratish va qoralashlar qurboni bo'lmaslik mumkin? Muammoning tarixini o'rganing va turli pozitsiyalardan manbalarni o'qing. Dushmanlar haqiqatan ham bizning yo'q bo'lishimizni orzu qiladimi? O'zingizga savol bering, ular ma'lum odamlarga emas, butun mamlakatga qarshi bo'lganmi yoki rejimlargami? NATOning yaratilish tarixi, blok qanday tashkil etilgani, nega harbiy harakatlarga rozilik olish juda qiyinligi haqida o'qing. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, NATO endigina Rossiyaning xatti-harakatlarini tahdid deb atamoqchi. Biz hamkor edik. NATOning hatto rus tilida sahifasi ham bor. Albatta, quruq gapga ishonmang, lekin turli manbalarni o'qib, o'zingiz xulosa chiqarishingiz mumkin. Keyin bizning qadriyatlarimiz g'arbnikidan shunchalik farq qiladimi yoki yo'qligini tekshiring. Bu turli mamlakatlar aholisining qadriyatlari xaritasi. Chapda omon qolish, o'ngda o'zini namoyon qilish qadriyati. Bu yerda biz haqiqatan ham g'arb bilan turli qutblardamiz. Sovet ittifoqi parchalanganidan keyin barcha zarbalardan so'ng bizning shunchaki omon qolish istagimizni tushunish mumkin. Mana bu boshqa mezon bo'yicha quyida din, oila kabi an'anaviy qadriyatlar va yuqorida shaxsiy muvaffaqiyat kabi qadriyatlar turadi. Biz Yevropa Ukraina bilan bir xil darajadamiz va hatto AQShdan biroz yuqoriroqdamiz. Demak, kimdandir bizda hamma narsa faqat an'anaviy qadriyatlarga asoslanadi, g'arbda esa hamma faqat pul haqida o'ylaydi deb eshitgan bo'lsangiz, qiymat xaritasi buning aksini ko'rsatadi. U dunyoning 120 ta davlatdagi turli qatamlardagi haqiqiy odamlarning javoblariga asoslanadi. Bunday manbalar propagandachining fikridan ko'ra ko'proq ishonchga loyiqdir. Demak, davom etamiz. E'tibor berganmisiz, biz o'z fikrlarimizni so'zlar yordamida o'ylaymiz. Faylasuflar til tafakkurini shakllantiradi deyishadi. Ya'ni qaysi so'zlar, tushunchalar va atamalardan foydalanishimiz bizning odamlar va hodisalarga qanday munosabatda bo'lishimizga ta'sir qiladi. Bu xususiyat quyidagi propaganda texnikasi tomonidan qo'llaniladi. Ya'ni yangi til. Tasavvur qiling, ko'p yillardan buyon sizga qanday so'zlar aytilmoqda? Urush, tinchlik, ozodlik, qullik, bilim, kuch. Bu Orwellning 1984 mashhur antiutopiyasidan parcha. Biz buni birinchi marta yangi til tushunchasidan oldin uchratamiz. Va endi Federatsiya Kengashi a'zosi Yelena Mizulinaning so'zlariga quloq soling. Taqiq qonun ustuvorligi sifatida qonun asosida yaratiladi. Bu insonning eng katta erkinligidir. Doim aytadilar, deputatlar faqat taqiqlaydilar deb. Bu noto'g'ri, butunlay noto'g'ri fikr. Taqiq inson erkin bo'lgan joyda bo'ladi. Siz ham buni eshitdingizmi? Taqiq bu erkinlik emish. Yangi tilda voqelikning yangicha talqinlari, absurd formulari bilan bir qatorda doimiy ravishda yangi so'zlar o'ylab topiladi. Bizda portlashlar o'rniga gazlanishlar sodir bo'ladi. Nagornoy ko'chasida joylashgan turar joy binosida maishiy gazlanish hosil bo'ldi. Olov o'rniga tutun. Kinoteatr zallaridan birida tutun chiqdi. Suv toshqin o'rniga suv ostida qolish, 7000 ga yaqin uy suv ostida qolgan, ularda 32000 kishi istiqomat qilgan. Samolyot halokati o'rniga xavfli qo'nish. Mi-26 vertolyoti xavfli qo'nishni amalga oshirdi. Va endi pasayish o'rniga salbiy o'sish atamasidan ham foydalanmoqdamiz. Bu yil afsuski salbiy iqtisodiy o'sish surati kuzatiladi. Propaganda sodir bo'layotgan voqealarga tomoshabinlar munosabatini o'zgartirish uchun noxush narsalarni boshqa notanish so'zlar bilan ataydi. Ya'ni siz buni tushunmaysiz, bu boshqa narsa va bu shunchaki so'z emas degandek. Bu tom ma'noda bir atamani boshqachasiga almashtirishdir. Gaz chiqishi bu yonuvchan aralashmaning portlamasdan tez yonishi, ammo devor qulab tushadigan darajadagi gaz chiqishi bu portlash. Aviatsiyada xavfli qo'nish bu qattiq ortiqcha yuk bilan qo'nish, lekin qurbonlar bo'lishi holati emas. Endi esa qonun bo'yicha biz maxsus harbiy operatsiya atamasini ishlatishga majburmiz. Yangi tilning yonida propagandachilarning yana bir hiylasi bor. Soxta dilemma. Odamlarga ikkita yomonlikdan yaxshiroqni tanlash taklif etiladi. Bu yerda bir variant hokimiyat uchun foydali bo'lsa, ikkinchisi eski Sovet filmidagi kabi dahshatli. Что ты хочешь? Чтоб тебе оторвали голову или ехать на дачу? На дачу. Mana Yeltsinning kompaniyasidan bir misol. Juda aqlli usul. U saylovda g'alaba qozonishga yordam bergan. Bunda bir xil manipulyatsiyalar faqat kattalar, ongli odamlarga qaratilgan. Ovoz bering yoki yutqazing.
yoki Yeltsin yoki qamoqxona. Tanlov aniq. Xavflar har qachongidan ham yuqori. Lekin aslida bunday dilemma yo'q. Hech kim boshingizga qurol taqamaydi. Har doim 3-variant mavjud. Xuddi shunday bizdan ko'pincha nima muhimroq, erkinlikmi yoki xavfsizlikmi deb so'rashadi. Va konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha ovoz berishdan oldin bizga gey juftlik qanday qilib bola asrab olishini ko'rsatib, shunday Rossiyani tanlaysizmi? Yo'q, unda tuzatishlar uchun ovoz bering deyshadi. Bu ham soxta dilemma. Yo, men o'zgartirishlar uchun ovoz beraman yoki butun Rossiya shunday bo'lib qoladi. Nima uchun? Umuman butun Rossiya shunday bo'lishi kerak. Bu ikki narsa o'rtasidagi bog'liqlik qanday? Bundan tashqari o'zgarishlardan oldin ham bir jinsli juftliklarga bolalarni asrab olish taqiqlangan edi. Qandaydir absurd. Mana tarixdan bir misol. Avstriyaning Germaniya reyxiga qo'shilish davrida referendum uchun byulleten shunday ko'rinishga ega bo'lgan. Siz ma'qullaysizmi? Markazdagi katta doira, kichik doira yo'q, ya'ni tanlov aniq. Va xuddi shu uslub quyidagi kabi hollarda qo'llaniladi. Tasavvur qiling, hamma joyni suv bosdi. Siz faqat bir kishini qutqara olasiz. Bu holda otangizni qutqarasizmi yoki onangiznimi? Albatta, ma'lum bo'lishicha, hatto uzoq bo'lmagan joylarda ham soxta alternativa bema'ni ekanini bilishadi. Margarita Simonyan o'z Telegram kanalida taklif qilayotgan soxta dilemmaga qarang. Ukrainani butunlay yo'q qilish yoki yadroviy zarba va teleko'rsatuvdan parcha. Yoki biz Ukrainaga yutqazamiz yoki 3-jahon urushi boshlanadi. Eng aql bovar qilmas haqiqat shundaki, oxir-oqibat hammasi yadroviy zarba bilan yakunlanadi. Men bu ssenariy shunchaki bema'nilik deb o'ylayman. Esingizda bo'lsin, sizga ikkita variant taklif qilinganda, yovuzlik yoki kamroq yovuzlik. Bunga rozi bo'lish va ikkita variantdan birini tanlashingiz shart emas. O'zingiz o'ylab ko'ring. 3-chi, yanada oqilona variant bormi? Masalan, bu variantlardan boshqa hamma narsa. Ikki yovuzlikdan birini tanlashim kerak bo'lsa, men umuman tanlamaslikni ma'qul ko'raman. Ko'proq dalillarga ega bo'lish uchun yadro urushi va nega bu urushda g'oliblar yo'qligi haqidagi videomizni ko'rib chiqing. Havola mana bu yerda. Aytgancha ushbu video yaqinda yana bir necha million marta ko'rildi. Bu odamlar nimadandir tashvishlanayotganini anglatadi. O'zingiz ko'ring. Yana davom etishdan oldin men bir narsani aytmoqchiman. Bizda buyurtma berish mumkin bo'lgan sinusoidli futbolkalar oz qoldi. Endi meni shaxsiy imzoim qo'yilgan mana shunday otkritka futbolkaga qo'shib beriladi. Hozir men bu otkritkaga imzo chekaman va sizlardan biringiz unga ega bo'lishingiz mumkin. Bu jamoamizni qo'llab-quvvatlash va bizga yaqinlashishning yana bir usuli. Biz sizning yordamingiz bilan mablag'ning yarmini xayriya jamg'armalariga yuboramiz. Rahmat. Va endi davom etaylik. Propagandachilarning navbatdagi sevimli usuli axborotni noto'g'ri talqin qilishdir. Bu mantiqiy xatolar yordamida tinglovchilarni chalg'ituvchi notiqlik texnikasi demagogiyasidan boshlanadi. Maqsad har qanday yo'l bilan mavzuni muhokama qilishdan uzoqlashishdir. Masalan, masalani muhokama qilishdan raqibning shaxsiyatiga o'tish. Propiskasiz odam arxitektura haqida nima ham deyish mumkin. Agar siz ushbu texnikani menga nisbatan qo'llasangiz, u shunday eshitiladi. Oliy ma'lumoti yo'q odam ilm fan haqida nima deyishi mumkin? Mantiq yo'q va chalg'ituvchi. Arxitekturada did va bilimga ega bo'lish uchun propiska bo'lishi shart emas. Xuddi ilm fan haqida gapirish uchun oliy ma'lumotga ega bo'lish shart emas. Xuddi shunday oliy ma'lumotli bo'lsangiz, ilm fan haqida gapirishingiz shart emas. Tok-shoudan bir misol. Bu aralashuvning dalilidir va men ba'zida janob Baydenga qaraganimda Fyodor Mixaylovich Dostoyevskiy va amakining tushini eslayman. Shunday hikoyani eslaysizmi? Ular bir oyog'i go'rda bo'lgan qariyani tanlaganlari hayratlanarli. Gap shundaki, u bugun eslaydi, ertaga esa bu gaplarning barchasini inkor etishi mumkin. Tushunyapsizmi? Nima bo'lganini tushundingizmi? Shou ishtirokchisi aniq javob berish o'rniga Bayden shaxsiyati muhokamasiga o'tishni boshladi. Uning yoshini muhokama qildi va uni bir oyog'i go'rda deb ta'rifladi. Buning saylovlarga qanday aloqasi bor? To'g'ri, hech qanday. Baydenning qariligi uning yomon prezident ekanini anglatmaydi. Bu faqat uning qari ekanini anglatadi xolos. Zelenskiyni masxaraboz deb atashadi, chunki u 95-kvartal a'zosi va teleko'rsatuvlarda aktyor bo'lgan. Jumladan, Xalq xizmatchisi filmida prezident rolini o'ynagan. Ammo Zelenskiyning aktyor bo'lganligi uning yomon prezident ekanini isbotlamaydi, balki shunchaki Zelenskiyning aktyor bo'lganini anglatadi. AQShning 40-prezidenti Ronald Reagan ham aktyor edi. Bu yomon prezident degani emas. Bu shunchaki bu aktyor bo'lganini anglatadi xolos. Arnold Schwarzenegger Terminatordan keyin 8 yil Kaliforniya gubernatori, teleboshlovchi
Pyotr Tolstoy esa 2016-yildan beri Davlat Dumasi deputati bo'lib ishlagan. Denis Maydanov qo'shiqchi, Davlat Dumasi deputati. Maydanovning qo'shiqchi bo'lganligi uning yomon deputat ekanini anglatmaydi, faqat qo'shiqchi bo'lganini anglatadi. Yana bir usul ma'lumotni noto'g'ri talqin qilish bilan bog'liq. Haqiqat, mishmishlar va ataylab yolg'onlarni bir uyumga aralashtirish. Bunday yarim haqiqatdan iborat kokteyldan nimadir tushunish imkonsiz. Mana hozir Fransiyada Emmanuel Macron tufayli Parijdagi norozilik namoyishlari haqidagi hikoya. Fransiyada prezidentlik saylovlariga bir hafta qolganda mamlakatda ko'plab norozilik namoyishlari qamrab olgan va asosiy anti-qahramon sifatida amaldagi prezident Emmanuel Macron turibdi. Qolaversa, bularning barchasi yoqilg'i narxining oshishi bilan bog'liqligini aytib, vayronagarchiliklar, Molotov kokteyllari va buzg'unchilik xatti-harakatlarini namoyish etadilar. Petardalar va Molotov kokteyllari yonilg'i narxining oshishi sababli poytaxtdagi radikallar shunday norozilik bildirmoqdalar. Lekin aslida nima bo'lyapti o'zi deysizmi? Korsikadagi norozilik namoyishlari yoqilg'i narxining oshgani uchun emas, balki qamoqxonada bir aktivistning o'ldirilishi sabab yuzaga kelgan. Keyin mitinglardan haqiqiy kadr keltiriladi, lekin oxir-oqibat mitingga odamlar chiqqan-ku, to'g'rimi? Biz ko'rib turibmiz, bu yolg'on emas. Ha, bu yolg'on emas, bu noto'g'ri talqin. Ular Makronga qarshi noroziliklarini namoyish etib, uni asosiy anti-qahramon sifatida ko'rsatishadi. Asosiy anti-qahramon esa hozirgi davlat rahbari Emmanuel Macrondir. Ammo ular Le Penga qarshi ham norozilik namoyishlari bo'lgani haqida indamaydilar. Bundan tashqari ular Le Penni yaxshilab ham chiqishadi, chunki bu ular uchun foydali. Ayni paytda Macronning asosiy raqibi Marine Le Pen ovozlarini qo'lga kiritmoqda. Hozir amaldagi prezidentga ataga 27% aholi ovoz berishga tayyor. Le Penga esa 22%. Lekin aslida-chi? Ha, Fransiyada prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi. Ha, benzin narxi oshdi, ammo mamlakat 58% ovoz bilan Makronni sayladi va hukumat yoqilg'i narxini o'z zimmasiga oldi. Sirasini aytganda, propaganda har doim ham yolg'on gapiravermaydi. Unda qandaydir haqiqat bor, lekin u shunchalik buzib ko'rsatilishi mumkinki, bu tomoshabinni haqiqatdan uzoqlashtiradi. Xuddi shu amerikalik Fox News kabi mamlakatlarda sodir bo'ladi. Keyingi propaganda usuli bu ko'pchilik illyuziyasi va mashhurlar fikriga murojaat qilishdir. So'zlarga qonuniylik berish uchun propaganda uni omma qo'llab-quvvatlashini ko'rsatishi kerak. Buning uchun ular oddiy odamlardan intervyu oladilar, ijtimoiy so'rovlar o'tkazadilar. Lekin buni aniq kim qilyapti? Eng yirik mustaqil so'rovnomalar markazi bo'lgan Levada ichki agent sifatida e'lon qilindi. Davlat so'rovnomalar monopoliyasini o'zida saqlab qolmoqchi, qolganlarini esa taqiqlamoqchi. Bu odamlar siz tomonda ekanini ko'pchilik ha deyishini ko'rsatishning eski va samarali usuli. Ammo internet asrida ularga botlar qo'shildi. Telegramda esa ommaviylik illyuziyasini yaratish uchun o'z auditoriyasini ataylab ma'lum postlarni qo'llashga chaqiradigan kanallar bor. Ushbu mexanizmlarning maqsadi odamlarning ko'pchilik fikrini ko'rish va unga qarshilik ko'rsatishni to'xtatishdir. Men o'zim ham bir necha marta bunday tuzoqqa elandim va bu juda qo'rqinchli holat. Agar siz o'zingizni bunday emas deb hisoblasangiz va ko'pchilik sizga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi deb o'ylasangiz, ikkita piramida bilan bog'liq g'alati shou haqidagi tajribani eslang. Bolalarni piramidalar oq ekanligini aytishga ko'ndirishadi. Alyoshka, diqqat bilan qara. Piramidalar qanday rangda? Ikkalasi ham oq. Ikkalasi ham oq. O'ylang-ku. Ikkalasi ham oq. Oxirgi qizdan boshqa hamma bilan oldindan kelishilgan bo'ladi. U hamma nima haqida gapirayotganini bilmas edi. U piramida oq yoki qora ekanini o'zi hal qilish kerak edi. Lenichka, seni fikring? Ikkalasi ham oq. Bu qiz piramidalar boshqacha ekanini ko'rib turibdi, lekin umumiy javob berdi. Nega ikkalasini oq deding? Bilmadim. Bilmaysanmi? Bu faqat bolalar bilan ishlamaydi. Bu yerda katta yoshli yigit shunday manipulyatsiya qilinmoqda. Qarang, sizningcha piramidalar qanday rangda? Ikkalasi ham oq. Ikkalasi ham oq. 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 Обе белые. Обе белые. Обе белые. Конечно, обе белые. Oq. Rostdanmi? Ishonchingiz komilmi? Ikkalasi ham oq. Katta rahmat. Odamlar ko'pchilikning fikriga qo'shilishga moyil bo'lib, ajralib qolishni xohlamaydilar. Bu konformizm deyiladi. Agar men boshqalar kabi o'ylayman desam, meni maqtashlari mumkin, hech bo'lmaganda masxara qilishmaydi. Bunga qanday qarshi turish mumkinligi qiziqmi? Birinchidan, siz haqiqiy statistikani tekshirishingiz va iloji boricha ko'proq odamlarning fikrini bilishingiz kerak. Ikkinchidan, tarixda ko'pchilik xato qilgan holatlar bo'lgan. Bunga eng yorqin misol fashistlar Germaniyasidir. Xafa bo'lgan xalq o'zining avvalgi ulug'vorligini tiklashga urinib, shafqatsiz rahbar atrofida birlashgan yoki Italiya Mussolini davrida odamlar o'zlarining meni o'rniga jamoaviy bizni tanlaganlarida ham shunday bo'lgan. Shunday qilib fashizm fasso, ittifoq so'zdan kelib chiqqan. Yodda tutingki, biz faqat shaxsiy harakatlarimiz uchun javobgarmiz. Ko'pchilik tomonidan qo'llab-quvvatlansa ham noto'g'ri deb hisoblangan ishingizni qilmang. Usulning ikkinchi qismi bu mashhurlar fikriga murojaat.
Siyosiy tok-shoularda ko'pincha xorijlik mutaxassislar ishtirok etadi. Fasilitatorlar o'z fikrlarini so'raydilar va tezislarini tasdiqlaydilar. Masalan, biz makkor Amerika haqida bularning barchasini o'ylab topmadik. Ko'ryapsizmi, hatto amerikalik mutaxassislar ham shunday deyishadi degan ma'noda qo'llaniladi. So'nggi paytlarda mendan nega amerikaliklar Ukrainaga kirgan deb tez-tez so'rashadi. Bitta oddiy javob bor. U ozgina g'alati, lekin haqiqat. Chunki bu Amerikaning qo'lidan keladi, shuning uchun. Bunday ekspert aslida Amerikaning barcha sirlarini hatto qiynoq qilinsa ham ochib bermasligi lozim. Bu mutaxassislar kim o'zi? Ularni kim tanlaydi? Ularning malakasini qanday tekshirish mumkin? Bu savollarning barchasi parda ortida qolmoqda. Amerikalik jurnalist Michael Ball qamchi ostida qolgan bola sifatida harakat qiladi. Артем, пожалуйста. Ты думаешь, я языком не могу, Пожалуйста. Майкл? Пожалуйста. Va mana Vyacheslav Kovtun. U professional ukrainalik rolini o'ynaydi va barcha haqoratlarni professional tarzda to'playdi. Bu yer emas, fashistni chiqarib otib tashlashga buyuring. Охрана, выведите эту нацистскую мразь и отдайте ее на расстрел. Шел вон отсюда! Bu yerda esa go'yoki harbiy ekspert Yuriy Podolyakov o'z fikri bilan bo'lishadi. Podolyakov bizning doimiy harbiy ekspertimiz. Yuriy faqat bir tomon uchun foydali bo'lgan va o'rab patriotlar eshitishni xohlaydigan yuzaki haqiqatnigina gapiradi. Shu sababli Yuriyning bashoratlari hech amalga oshmaydi. Bu esa William Engdahl. Taniqli jurnalist, yozuvchi va siyosatshunos u reklama roliklarida shunday taqdim etiladi. Faqat vatanida uni mutaxassis deb bilishmaydi. Uning fitna nazariyasiga bo'lgan muhabbati va Amerikaga nafrat haqida yozishadi. Bu mutaxassis sifatida yangiliklarda paydo bo'lgan fitna nazoriyatchisi va hatto vafot etib ketgan mashhurlar ham propagandaga yordam berishi mumkin. Ular biz bunday demaganmiz deya qarshilik qila olmaydilar axir. Masalan, Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Mariya Zakharova Britaniya rusfobiyasining ildizlari haqida gapirar ekan, Rossiyada 15 million rus qolishi kerakligi haqida Margaret Thatcherdan iqtibos keltiradi. Jahon hamjamiyatining hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya hududida atigi 15 million kishi yashashi iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqdir. Nima degani bu? Google'da qidirib ko'ring va birinchi havolalardanoq bu yolg'on ekanini bilib olasiz. Margaret Thatcher bunday demagan. Shuningdek, Saltykov-Shedrindan iqtibos. Mamlakatda hamma ichadi va o'g'irlaydi. Bismarckdan iqtibos. Ruslarni mag'lub etib bo'lmaydi, lekin ularga noto'g'ri qiymatlar berilishi mumkin. Bu hatto reklama tablosida ham chiqarilgan. Bismarckning Rossiyani mag'lub etish uchun Ukraina va ruslarni bir-biriga qarshi qilib qo'yish kerak degan iborasini Nikita Mixalkov o'zining Besagon TV'sida ishlatgan. Bularning barchasi yolg'on sifatida fosh qilinadi. Maqsad hozirgi tartib har doim mavjud bo'lganini va nufuzli odamlar bu haqida allaqachon gapirganini isbotlashdir. Biz kimizki ular bilan bahslashamiz? Biz tushunarli dunyoda yashashni, tayyor ko'rsatmalarni xohlaymiz. Mana bunday yashang va hammasi yaxshi bo'ladi deyishadi. Hokimiyatga bo'ysunish kuchimizni tejashga imkon beradi. Keyingi usul totalitarizm. Bu hayotingizning to'liq nazorat qilinishini anglatadi. Birinchidan bu senzura, ya'ni axborot manbalarini to'liq nazorat qilish. Qisqasi, televizorda ko'rsatilmagan hamma narsa haqiqat emas. Qanday ma'lumotlar taqiqlangan ma'lumotlar sanaladi? Taqiqlangan ma'lumot biz televizorda ko'rmaydigan har qanday ma'lumotdir. Bu yog'i endi kulgili emas. Bu qo'rqinchli. Axborot manbalari borgan sari kamaymoqda. So'nggi 2 oy ichida Rossiyada bloklangan ommaviy axborot vositalari ro'yxatini ko'ring. U doimo to'ldirilib boriladi va ishoning, bu yaxshi hayotdan emas. Senzuraning maqsadi yakdillikdir. Hech qanday muqobil variant bo'lmasa, muammo ham yo'q. Agar hamma ma'lumot manbalarida bir xil narsani aytaverishsa, odam bunga ishona boshlaydi. Axir ularning hammasi yolg'on gapira olmaydi-ku. Millionlab odamlar nohaq bo'lishi mumkin emas. Mumkin va hatto buni bajonidil qilishadi ham. Biz bu hodisa haqida avvalroq gaplashgandik. Totalitarizmning ikkinchi ko'rinishi qaror totalitarizmidir. Bu har qanday qaror yagona to'g'ri deb taqdim etilishidir. Chunki boshqa iloj yo'q. Chunki bizda boshqa tanlov yo'q edi. So'nggi paytlarda agar biz yutmasak bizni yutishadi. Boshqa tanlovimiz yo'q edi va biz majbur bo'ldik degan so'zlarni qanchalik tez eshitasiz. Ushbu uslub yordamida qarorni oqlash va o'z-o'zini javobgarlikdan ozod qilish mumkin. Boshqa tanlov yo'q. Janubiy park multfilmidagi kabi. Noyob hayvonni o'ldirishdan oldin, "Yo xudoyim, u hujum qilyapti" deb baqirishingiz kerak. "Ay, u hujum qilmoqchi emasdi, shunchaki o'tirgandi." Mana tezis, nima ularga mumkinki bizga mumkin emasmi? Ushbu uslub fanatizmga murojaat qilish deb ataladi. Bu propagandachilarning sevimli texnikasi. Ular o'zingga ham qara, o'zing ham shundaysan deyishadi. Bu mantiqni obro'sizlantiradigan va masalan zo'ravonlikni oqlaydigan mantiqiy xato. Ular o'zlari aybdor, o'zlari va boshqalarga nisbatan bu pozitsiyaga amal qilmaydilar. Nima bizga mumkin emasmi? Men javob beraman. Mumkin emas. Hech kimga mumkin emas. Totalitarizm sizni muqobil fikrdan va qarorning to'g'riligini muhokama qilishdan mahrum qiladi. Har bir inson bir markaz atrofida to'planishi yoki axborot maydonidan g'oyib bo'lishi kerak.
Va propagandachilarning oxirgi sevimli texnikasi albatta takrorlashdir. Axir biror narsani 1000 marta takrorlasangiz, 1001 martasiga kelib siz ham propagandachining o'zi ham bunga albatta ishonadi. Men propaganda usullarining faqat bir qisminigina sanab o'tdim. Endi ularni aniqlash navbati sizda. Menda bunga qanday bas kelish bo'yicha oddiy va tushunarli ko'rsatmalar yo'q, bittadan tashqari. Ehtimol siz bu sonda javoblardan ko'ra savollar ko'pligini payqagandirsiz. Savollar propagandaga qarshi eng samarali quroldir. O'zingizga tez-tez savollar berib turing. Bu xabar nimaga asoslanadi? Statistika bormi? Bu mutaxassis kim? U voqealarni bir tomonlama yoritadimi va boshqalar bu haqida nima deydi? Muqobil ma'lumot manbalari-chi? Doim shubha qilish qiyin, tushunaman. Ma'lumot qidirish, fakt checking bilan shug'ullanish oson emas. Ha, ammo ishoning, ba'zida siz shunchaki boshlashingiz kerak xolos. Bu yog'i qiziqarli bo'ladi. Masalani tushunishni boshlash va unga berilmaslik uchun bir necha soat kifoya qiladi. Bu eng muhimi. Ammo agar to'satdan sizga hamma narsa tushunarlidek tuyulsa va dunyo juda aniq bo'lib qolsa, ehtiyot bo'ling. Allaqachon propaganda tuzog'iga tushgan ko'rinasiz. Esingizdami? Videoning boshida agar hech bo'lmaganda bir kishini ishontirsangiz, jamiyat uchun foydalisiz va endi befarq emassiz deb aytgandim. Shuning uchun ushbu videoni do'stlaringiz va oilangizga jo'nating. Va mana QR kodlar Telegram kanalimizga kirishingiz mumkin. U yerda propagandaga duchor bo'lganlar bilan qanday munosabatda bo'lish haqida qo'shimcha ma'lumotlar mavjud. Qanday qilib ularga asabiylashmaslik kerakligini tushuntirish, yaqin munosabatlaringizni to'xtatmaslik, odamga haqiqatdan ham nima bo'layotganini tinch yo'l bilan tushuntirishga yordam beruvchi maslahatlar ham bor. Katta ekrani borlar uchun iltimos, telefoningizni ekran oldiga olib keling. Bizni telefon orqali kuzatib boradiganlar uchun iltimos, havola tavsifda va yana jamoamizni qo'llab-quvvatlash uchun havolalar ham mavjud. Yodingizda bo'lsin. Biz sizning yordamingizdan va reklamadan tushgan pulning bir qismini xayriya jamg'armalariga beramiz. Hozir ko'p odamlar yordamga muhtoj. Rahmat va aqlingizni charxlashdan to'xtamang. Xayr. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta qo'ng'iroqchani bosishni unutmang.